Ustadımda müşahedemde biz zarıqıp kütüvatkan bu müstakillik, teyimizde müstakillik ve cihat. Yani bu cihatsız amelge eşi, o biz kütken erkin, müstakil beşimizde tik tutup yaşaydıgan küllerninki cihatsız buluşu mümkün emasligini köz aldığımızda qancha qassaqmi ko'ryapmiz. Falastinni ko'rdik. Ukraina, Rossiya urushini ko'ryapmiz, yashayapmiz. Suriyadagi xalqning qandaq mustaqillikni qo'lga olganligini ko'rdik. Mushunda bir vaziyatmi yana tinchlikparvar bo'lib o'lish bu so'zdan qish. Endi ular boshqalar bizning dinimiz bo'lmaganlar uni jihadning bizning tilimizdagi ma'nosi bo'yicha aytgan vaqtida Uyg'urchaga rasmiy Uyg'urchalashtirgan bo'lsa, butun kuchi bilan qo'ldan kelgan hamma ishni tirishchanlikni ko'rsatib ko'rash qilish qo'yamdi. Ular o tilda ishlatib, biz ham da jihad deb ishlatamiz. Am bundan qochib tinchlikparvar bo'lib o'lish yoki boshqa nimaga kirib o'lish bu nimaninki hamdi. Bu qanday tushunimiz bu masalani? Sizce shu haqda bir biz da'voyimiz haqiqiy samimiymi masalan bu temada? Cihatning muhimligi bizga nisbatan bayab aytgandek ham diniy jihatdan, ham siyosiy jihatdan, hem ahlaki jihatdan, hem insaniyet yüzünden, hem özümüzde şu vatandaki qarindoshlarimizniki beşikçilayotgan külfatni o'ylagan, shuni ko'z oldimizga kelgan ahvol ostida bizga bu jihatning qanchalik muhim bo'lib qolganligini biz his qila olamiz. Buni so'rovlarda so'zlaymiz. Ammo buni amallashtirishga kelgan vaqtida biz haqiqatan ojiz. Kuchimizningki nihoyat yo'q deyarlik. Mundaq bir shaklni qilib, unda bo'lgankin biz yo'q narsaga eslavib qilinmagan ishni qilgandan, bu bar yo'llar bilan dunyodagi çoğun devletlerinin yardımı, ularning teşvik yo'li bilan diplomasiyasi bu ishimizni hal qilsak bo'lmamdi deydigan mandaq tushuncha kelib qoldigan ishlarni bu tabiiy. Nima uchun deganda buni biz tushunimiz kerak. Chunki dinimizda jihad faqat urush bilan emas, to'g'ri. Biz bizda qanday tur narsalar bo'ldi. Bu hamma vasilalarni qo'lga keltirish, barliq omillarga erishish masalasi bor. Biz masalan, Falastinliklarninki bir qismining jihad qilganimiz, G'azza xalqininki mustahkam to'g'anligi qaraymiz. Bu jihad qilganligi uchun Alloh ularga yordam berdi. Bütün hem neresi ayrılıp kalsın, lakin uzun beşli kütürep balaka tügep gidiyor bula, hiç kim bunu kutlanmaydı diyen bütün umumi dünyadaki kişilerinki karşıda bu hiç kim bunu halak bırakmam, yok gidiyorgan bulduğundan bunda bir çençi kapagan. Düşmanları o elbette şunda karşı halaydı, lakin Allah'ın iradesiyle bu del aksi yolu çıktı mesela. Yani bunun için takım onun çoğun galbı nüsretlerine Allah'ın verişini sorayımız. Yani bu yerde bu halaktaki cihatınki ruhini cihat kırgıcılığa daki bu ameli cihatta kılıdığan adamların kalbine sığınç bu bir mesele. Ama şunu anlayan, köygen, etraftaki bütün milletninki bunu kabul kılışı, bunu doğru düşünüş meselesi bu pek mühim nokta. Bizde bu neresi yok. Yani bu cihat kılımız ise onun aslındakiler bu için doğru kılışımız gerek. Yani bu bulmayı degen bolsa, etraftakiler bunu, bu nolan mümkün bulmaydı degen matematik düşüncede. Eğer şundan bir hareket bulgan bolsa, şunu etrafını uyuşup, şunu kollap, kuradigan mındaq bir bizde unda bir terbiye yetilmekdik. Demek bizim halkımızınki terbiyesi bu vaqtda yeterlik emas. Mesela G'azza halkı qanday qildi? Buni xalqni chiqib ketsa bo'ladi. Biz faqat shu Hamas bilan qarshi bizning urushimiz. Bular chiqib ketsa biz ularga tegmaymiz degan ashaq nurg'un propaganda qilingan bo'ldi. Lekin ularning dedi, "Yo'q, bu bizning menimiz. Bishada tug'ildik, bishada o'limiz. Bu bizning maydonimiz" dedi. Barlig'ini yo'qotgan odamlarmi shu zimini uchun urush qilayotganlarning ustidan bir eg'iz xato gap qilmadi. Senin sebebini mundaq qilib qoldik demedi. Bizlar qanday qilib keldik? Sen tuxumni tashqa atgandan keyin sunnilar bilan barobarlikda o'xshash ko'rding. Yoki tashqa tuxum atding. Qisbiyat o'zingni bilganini qilib, qo'ni qisbiyatdan yaxshi bo'ladimi degan qinoat dag'atilda qo'pol. Hatto ota-onalarmi o'zing bolalarga bergan tarbiyasida jim turishi chiqmasdan bo'lgan ma bir xil qulluq nimasidagi bir xil nimani ideyani bizningki naslarimizga singdirib o'tgan bo'lg'achqa biz bundan chiqib ruhluq bir holatda, qo'rqmas, yuraklik holatda bundaq bir maydon uchun otlanish, bundaq maydon uchun bir haqiqiy tayyorlik qilish nimamiz bizniki ojiz bo'lib kelgan. Shunga biz buni bir qarablam yo'q bu bundaq ikki tarafni ikkisini ayirmasak bo'lmaydi. Tishliq tarafini o'z yo'lida tishliq bilan menishimiz kerak. Uni tashlab qo'yilmaydi. Ammo jihodiy taraflarga buning uchun bo'lgan tayyorlik masalasi bor. Buning eng muhimi hozir biz ilm berish. Avlodlarimizni to'g'ri ilmga ko'chish. Hozir ota-onalar masalan hatto sirtdami bolalarimizniki o'sha turmush yaxshi usulda degan bütün kuchini shunga taraf qilyapti. Ularniki Yevropalarga yaxshi turmush erishalaydi ekan, soat o'g'lida buni uchun qiziq turibdi masalan. To'g'ri, umi bir hayotniki bir nimasi. Hozirgi vaziyatda shunday bir ehtiyoj bo'lgan bo'lsin, lekin bizdagi asli ruhimiz, bizdan talab qilingan shu jihodiy ruhni taraqqiy qildirishimiz kerak. Bu ruh yetarli bo'lmaganlik. Sizlarning yetarli emas.
Hattoki mushu sohada xizmat qilib vatanning mustaqilligi uchun harakat qiladi deganlardan bu ruh dahi mana shaklda emas, tang ilib bora oladigan, tang qaralay oladigan, hammani qo'llay oladigan mana shakldagi tushunchaning ojizligi bu bizni mushu holatga olib qo'yadi. Ilgari masalan, ilgari vaqtlarda jihad urush desa faqat Qur'on bilan bo'ladi. Xo'sh. Qur'on bilan bo'ladi, hal bo'ladi ishlar. Risk kirdi, oladi, kichik nochun bo'lsa chunki tutgan bo'ladi. Hozirgi vaqtda uning bilan emas. Hozir iqtisodiy urush bor. Siyosiy urush bor, diplomasiya urushi bor. Masalan, buningda davlatlarning qurib qo'ygan qonuniga asosan xalqaro qonun deymiz. Qonunsa qonunsa qonunni ma'lum tarafini qabul qilib, hashini bilan minishga majbur bo'lamiz. Undan qanday foydalanish, qanday yo'sinda uni o'zimizningki siyosiy yo'liga tatbiqlay oladigan, ziyon tortmaydigan, turib o'tmaydigan holatda uni tushunadigan bir guruhningki yedilib chiqish masalasi bor bizda. Biz bunga qanchalik hozir qadar mablag' sola oldik, qanchalik rasmiy soldik, qanchalik odamlarimiz bor. Bu shunchalik maydonda mustahkam tura oladigan, bu atrofni tushuna oladigan, Nelson Mandelaga o'xshash masalan. Qul yashab turibmi? Shularning turmushi yashab turibmi? Ya'ni o'zininki shu mavqesini yo'qotmay, siyosatni shu davrdagi siyosatni yaxshi o'rganib, childi bo'lmasin, siyosatda bo'lmasin, diplomatiyada bo'lmasin, hamma narsada raqamli turmudi bo'lgan chiqmak kerak. Adaqında biz masalan biz vatanimizdan ayrilib qoldik yoki bizda imkoniyatimiz yo'q chiqmasa qo'lida faqat yashasaq bo'ladi degan ma shakldagi nima qilishni o'zi bu haliqi siyosiy yoki jihodiy ruhninki yo'qolib ketganligini ko'rsatadi. Ma shaklda biz bu o'zimizniki ahvol o'zgartirmaymiz. Biz mediadagi ojizligimizni taraqqiy qilishimiz kerak. Ba qo'limizdagi media 1-2-3 tal masalan o'sha hozir bular buni qancha qo'ldadik masalan. Avlodlarimizning tarbiyasi uchun qanchalik biz iqtisodiyimizni ajratdik, boylarimizni ish qildik. Bizdeki mesela Allah pul bergen, iqtisod bergen baylarımız var. Buların qilgan mesela bizning vatani uchun qilgan xizmat qanchalik ularni bir jarib qoralab turgan bilmaydi mesela bizga. Ular undan qilmaydi, ham qilolmaydi. Lekin bir bay o'zining bir balasiga kuyengandek bir balaga imkoniyati bo'lsa 2 ga yoki 4-5 ga eklib, shuningki bir o'qish nimasini, xarajatini ustiga olib turib, minhasini qilib, scholarship deydi buni o'qish nimasini, xarajatini ustiga olib turib, o'qisa, mana bu eng to'g'ri solgan rasmiy yo'lidir. Cihat faqatlam hissiyat qilib Qur'on shu ortolar filanlar hozir qo'lga bir narsa pas qo'lga aytlam voy mening qo'limda bir narsa bo'ldi deyishni hal bo'ladigan narsa emas bu. Buning nurg'un tayyorlik bosqichlari bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning nurg'un bosqichlarini o'tkazgan. Shu tarixda biz bayon so'zlagan tarixdagi butun daimimizda hammasida turuq shuar bilan emas, hissiyat bilan emas, amaliyat bilan shu davrning siyosatini tushunish, shu davrning siyosatiga taqozotiga loyiq ish ilib berish, tarbiyalash, avlod tarbiyalash bir naslni yetishtirib chiqish bilan bo'lgan. Shu sababdan bular o'z tariximiz hozirga davom qilib kelgan, saqlanib kelgan. Ammo undaq bo'lmagan yerda qanday bo'lgan? Bu yoq ojizlik qolgan vaqtida qo'ldan ketgan. İspaniya masalasi, Endulus masalasi oldimizda. Mesela xilofatlarning yiqilishdagi omillar qaraydigan bo'lsak, hammasi aslidagi jihodiy ruhninki ojizlik qolganligining natijasi. Javob biz bu yerda bir aqlam oxirgi natijaga bog'liq bo'lmasdan, biz o'zimizdagi bosqichga hozirgi harakatimizga hozirgi yo'limizga o'rnimizga qarab turib, bir aqlam biz hech qilmadik deb umidlanish emas, qila olgan yerlarimizni tahlil qilish, ayni qila oladigan taraflarimiz qanchalik, biz qaysi shaklda bunga harakat davom qilsak bo'ladi degan nuqtalarda izlansak, inshaalloh bizningki kelgusimizda yaxshi natijalarni Alloh subhanahu va taolo bizga tayyorlab qo'ygan. Ammo biz shu yerga o'rish uchun bo'lgan yo'limizni to'g'ri tanlashimiz, qadamimizni to'g'ri ilishimiz bizga bog'liq.